Bir kun kelib, bugun biz yashab turgan bu dunyo o'z nihoyasiga yetadi. Ulkan tog'lar parchalanadi, dengizlar toshib ketadi, osmon yoriladi, quyoshning nuri so'nadi, yulduzlar sochilib ketadi. Bu voqea insoniyat tarixidagi eng dahshatli va eng ulug' hodisa qiyomat bo'ladi. Lekin savol tug'iladi: qiyomat birdaniga boshlanadimi? Yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga uning yaqinlashayotganini bildiruvchi ko'plab alomatlarni xabar berganlar. U zot shunday deganlar: men va qiyomat mana bular kabi yuborildik. Shu so'zlarni aytib ko'rsatkich va o'rta barmoqlarini bir-biriga yaqinlashtirganlar. Bu hadis Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuborishlari qiyomat yaqinlashayotganining eng katta alomatlaridan biri ekanini bildiradi. Qiyomat alomatlari ikki turga bo'linadi. Birinchisi kichik alomatlar, ikkinchisi esa katta alomatlar. Kichik alomatlarning ko'pi allaqachon sodir bo'lgan yoki sodir bo'lib kelmoqda. Masalan, ilmning kamayishi, johillikning ko'payishi, yolg'onning keng tarqalishi, omonatga xiyonat qilishi, qotilliklarning ko'payishi, vaqtning tez o'tayotgandek tuyulishi, baland binolar qurishda odamlarning bir-biri bilan musobaqalashishi. Bu alomatlarning ko'pi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahih hadislarida bayon qilingan. Ammo hali oldinda insoniyat ko'rmagan ulkan voqealar turibdi. Ular qiyomatning katta alomatlaridir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: qiyomat 10 ta katta alomatni ko'rmaguningizgacha bo'lmaydi. Shundan so'ng u zot quyidagilarni sanab o'tganlar: tutun, Dajjal, Dabbatul Arz, quyoshning g'arbdan chiqishi, Iso alayhissalomning tushishi, Yajuj va Majuj, yerning 3 marta yutilishi va oxirida odamlarni mashharga haydaydigan olov. Bu alomatlar birin-ketin sodir bo'la boshlaganda qiyomat juda yaqin qolgan bo'ladi. Lekin bu alomatlarning qachon sodir bo'lishini faqat Alloh biladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladi. Sizdan qiyomat qachon bo'lishini so'raydilar. Ayting, uning ilmi faqat Robbimning huzuridadir. Shuning uchun musulmon inson aniq sana yoki yil belgilamaydi. Kim qiyomatning aniq vaqtini da'vo qilsa, uning da'vosiga ishonilmaydi. Bizning vazifamiz sana izlash emas, bizning vazifamiz unga tayyor bo'lish. Har bir namoz, har bir tavba, har bir yaxshi amal biz o'sha buyuk kun sari yaqinlashib bormoqdamiz. Ammo qiyomatning katta alomatlari qanday ketma-ketlikda sodir bo'ladi? Birinchi bo'lib qaysi alomat yuz beradi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu haqida ham bizni ogohlantirdilar. Endi esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng ko'p ogohlantirgan buyuk fitna haqida gaplashamiz. Bu Dajjoldir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Odam alayhissalom yaratilganidan qiyomatgacha Dajjoldan kattaroq fitna bo'lmaydi. Bu hadis Dajjolning fitnasi naqadar ulkan ekanini ko'rsatadi. U insonlarni iymonidan ayirishga harakat qiladi. Ko'p odamlar uning yolg'onlariga ishonib qoladilar. Lekin mu'min inson Qur'on va sunnatni mahkam ushlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjoldan saqlanish uchun Kahf surasining avvalidagi oyatlarni o'qishni tavsiya qilganlar. Dajjol yer yuzida ma'lum muddat qoladi. So'ng Alloh taolo buyuk mo'jiza bilan Iso alayhissalomni yerga tushiradi. Iso alayhissalom yangi din olib kelmaydilar. U zot Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shariatiga amal qiladilar. Sahih hadislarda aytilishicha, Iso alayhissalom Dajjolni quvib yetadilar va Allohning izni bilan uni halok qiladilar. Lekin insoniyatning sinovlari shu bilan tugamaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar berganlar: Dajjal halok bo'lganidan so'ng yana bir ulkan fitna yuz beradi. Bu Yajuj va Majuj chiqishidir. Qur'oni Karimda Zulqarnayn qissasi bayon qilinadi. U yerda Yajuj va Majujning yo'lini to'sish uchun mustahkam to'siq qurilgani zikr qilinadi. Lekin Alloh taolo belgilangan vaqt kelganda bu to'siq ochiladi. Yajuj va Majuj yer yuziga tarqaladilar. Qur'onda marhamat qilinadi. Nihoyat, Yajuj va Majuj qo'yib yuborilganda ular har bir balandlikdan oqib tushadilar. Ularning soni nihoyatda ko'p bo'ladi. Yer yuzida katta vayronagarchilik yuz beradi. Sahih hadislarga ko'ra Iso alayhissalom va mu'minlar Allohning amri bilan xavfsiz joyga chekinadilar va Allohga duo qiladilar. Shunda Alloh taolo Yajuj va Majujni o'zining qudrati bilan halok qiladi. Bu voqea bizga shuni o'rgatadiki, insoniyatning najoti qurol yoki kuch emas, haqiqiy najot faqat Allohning yordamidan. Ammo qiyomatning katta alomatlari hali tugamaydi. Oldinda yana insonlar hech qachon ko'rmagan hodisalar sodir bo'ladi. Yer ostidan Dabbatul Arz chiqadi. Osmonni tutun qoplaydi va bir kun kelib quyosh g'arbdan chiqadi. Ana o'sha paytda tavba eshigi yopiladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladi. Qachon ularga aytilgan so'z amalga oshsa, biz ular uchun yerdan bir jonivorni chiqaramiz. U odamlarga ularning Allohning oyatlariga ishonmaganlari haqida gapiradi. Bu oyatda Dabbatul Arzning chiqishi zikr qilingan.
Ammo Qur'onda ham, sahih hadislarda ham uning tashqi ko'rinishi batafsil bayon qilinmagan. Shuning uchun musulmon kishi internetda yoki ayrim kitoblarda uchraydigan uning boshi falon hayvonga o'xshaydi, qanoti shunday bo'ladi kabi ishonchsiz rivoyatlarni haqiqat deb qabul qilmaslik kerak. Biz faqat Qur'on va sahih hadislardan kelgan ma'lumotni aytamiz. Dabbatul ars Allohning amri bilan chiqadi va qiyomatning buyuk alomatlaridan biri bo'ladi. Keyingi ulkan alomat esa tutun. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladi. Bas, osmon ochiq tutun keltiradigan kunni kut. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham tutunni qiyomatning katta alomatlaridan biri sifatida sanab o'tganlar. Tutun insonlar uchun ulkan sinov bo'ladi. Qanday sodir bo'lishining barcha tafsilotlari bizga bildirilmagan. Shuning uchun bilmagan narsamiz haqida taxmin qilmaymiz. Eng dahshatli alomatlardan yana biri Quyoshning g'arbdan chiqishi. Bugun har tong quyosh sharqdan chiqadi. Bu Alloh yaratgan tartibdir. Lekin bir kun kelib Allohning amri bilan bu tartib o'zgaradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar. Quyosh g'arbdan chiqmagunigacha qiyomat bo'lmaydi. U g'arbdan chiqqach odamlar uni ko'radilar va barchasi iymon keltiradi. Ammo o'sha paytda ilgari iymon keltirmagan yoki iymonida yaxshilik topmagan kishiga bu iymoni foyda bermaydi. Bu juda og'ir ogohlantirishdir. Nega? Chunki tavba qilish uchun imkoniyat doimo ochiq emas. Alloh taolo bandalarini juda mehribonlik bilan tavbaga chorlaydi. Ammo bir vaqt keladiki, bu eshik yopiladi. Quyosh g'arbdan chiqqanidan keyin endi esa tavba qabul qilinmaydi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizni tavbaga kechiktirmaslikka chaqirganlar. Kechkim ertaga tavba qilaman, qariganimda namoz boshlayman, hali vaqtim bor deb ishonmaslik kerak. Chunki hech kim o'z umrining qancha qolganini bilmaydi. Qiyomat alomatlari bizni qo'rqitish uchun emas, ular bizni uyg'otish uchun yuborilgan ogohlantirishlardandir. Lekin hali bundan ham dahshatli voqea oldinda turibdi. Bir kun kelib Alloh farishta Isrofilga buyruq beradi va Isrofil surga puflaydi. Ana shu puflash bilan dunyodagi hayot nihoyasiga yetadi. Bu voqea qanday sodir bo'ladi? Qur'on va sahih hadislarda bu haqida nima bayon qilingan? Yer yuzida hayot odatdagidek davom etmoqda. Kimdir ishlamoqda, kimdir savdo qilmoqda, kimdir oilasi bilan birga, kimdir esa Allohga ibodat qilmoqda. Lekin insoniyat bilmaydigan bir lahza bor. Bu lahza qiyomatning boshlanish lahzasidir. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladi. Sur chalinadi. Bas, osmonlardagi va yerdagi bor jonzotlar Alloh xohlagan zotlardan boshqa hushidan ketadi yoki vafot etadi. So'ng yana bir bor sur chalinadi. Shunda ular turib, qarab turadilar. Bu oyat surning 2 marta chalinishini bayon qilinadi. Birinchi sur chalinganda Alloh xohlagan zotlardan tashqari barcha maxluqlar halok bo'ladi. Bu insoniyat tarixidagi eng dahshatli lahza bo'ladi. Qur'oni Karimda yana shunday marhamat qilinadi. Quyosh o'ralib qolganida, yulduzlar sochilib ketganida, tog'lar joyidan qo'porilganida, boshqa oyatlarda esa osmon yorilishi, dengizlarning toshishi, tog'larning mayda changga aylanishi, yerning qattiq larzaga kelishi bayon qilinadi. Bugun inson mustahkam deb o'ylayotgan tog'lar paxtadek tushib ketadi. Dengizlar bir-biriga qo'shilib ketadi. Osmon bugungidek bo'lmaydi. Bularning barchasi Allohning qudrati bilan sodir bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam insoniyatning qiyomat oldidan qanday holatda bo'lishlari haqida ham xabar berganlar. Bu zot aytdilar: qiyomat odamlar bozorda savdo qilayotgan paytda ham kelishi mumkin. Ya'ni odamlar dunyo ishlari bilan mashg'ul bo'lgan paytda sur chalinadi. Hech kim men ertaga tavba qilaman, keyinroq namoz o'qiyman deb ulgurmaydi. Shuning uchun mu'min inson har kuni qiyomatga tayyor holda yashashi kerak. Birinchi surdan keyin dunyoda tirik mavjudot qolmaydi. Faqat Allohning o'zi boqiydir. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladi. Yer yuzidagi barcha narsa foniydir. Faqat ulug'lik va ikrom egasi bo'lgan Robbingning zoti boqiy bo'lur. Bu oyat bizga dunyoning o'tkinchi ekanini eslatadi. Bugun biz uchun juda muhim ko'ringan mol-dunyo, lavozim, shon-shuhrat hammasi bir kun tugaydi. Abadiy qoladigan narsa esa iymon va solih amaldir. Ammo qiyomat voqealari shu bilan tugamaydi. Alloh taolo ma'lum muddat o'tgach Isrofil alayhissalom yana buyruq beradi. Ikkinchi marta sur chalinadi va o'sha lahzada Odam alayhissalomdan oxirgi insongacha bo'lgan barcha insonlar qayta tiriltiriladi. Qabrlar ochiladi. Insonlar mahshar maydoniga shoshilgan holda chiqadilar. Bu kunning dahshatini Qur'on shunday tasvirlaydi. Ular: "Voy, holimizga bizni yotgan joyimizdan kim tiriltirdi?" deydilar. Mana shundan keyin inson uchun haqiqiy hayot boshlanadi. Endi na boylik foyda beradi, na mansab, na nasab, faqat Alloh sof iymon va solih amallar foyda beradi. Tasavvur qiling, dunyo allaqachon tugagan, tog'lar yo'q,
Dengizlar o'zgargan, osmon ham avvalgidek emas. So'ng Alloh taolo sur ikkinchi marta chalinishini ham amr qiladi. Qur'oni Karimda marhamat qilinadi. So'ng yana bir bor sur chalinadi. Bas, birdaniga ular turib qarab turadilar. Mana shu lahzada Odam alayhissalomdan boshlab qiyomatgacha yashagan barcha insonlar qayta tiriltiriladi. Hech kim ortda qolmaydi. Na podshoh, na kambag'al, na olim, na oddiy inson. Barchasi Alloh huzuriga jamlanadi. Qur'onda Alloh taolo shunday deydi: ular bizning huzurimizga saf-saf bo'lib keladilar. Inson o'z qabridan chiqqan zahoti hayratga tushadi. Qur'onda ularning so'zlari bayon qilingan. Voy, holimizga! Biz yotgan joyimizdan kim tiriltirdi? Shunda ularga aytiladi: mana shu Rahmon va'da qilgan narsa. Payg'ambarlar rost so'zlagan ekanlar. Mashhar maydoni insoniyat tarixidagi eng ulkan yig'ilish bo'ladi. Birinchi inson ham, oxirgi inson ham bir joyga jamlanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahih hadislarda aytganlar: odamlar qiyomat kuni yalang'oyoq, yalang'och va xatna qilinmagan holda tiriltiriladilar. Buni eshitgan sahobalardan biri: ey Allohning rasuli, erkaklar va ayollar bir-birlariga qaraydilarmi deb so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: u kundagi dahshat ularga bir-birlariga qarashdan ham og'irroq bo'ladi. Darhaqiqat, o'sha kuni hech kim boshqasi bilan ovora bo'lmaydi. Har kim faqat o'zining taqdiri haqida o'ylaydi. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladi. U kunda kishi o'z birodarlaridan, onasidan, otasidan, xotinidan va farzandlaridan qochadi. Chunki ularning har biriga o'sha kuni o'z tashvishi yetarli bo'ladi. Quyosh insonlarga juda yaqinlashtiriladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: quyosh maxluqlarga juda yaqin bo'ladi. Insonlar qilgan amallariga qarab terga botadilar. Ba'zilari to'pig'igacha, ba'zilari tizzasigacha, ba'zilari beligacha, ba'zilari esa og'zigacha ter ichida qoladilar. Bu Allohning adolatidir. Har kim dunyoda qilgan amali bilan baholanadi, lekin o'sha dahshatli kunda ham Allohning rahmati namoyon bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 7 toifa inson haqida xabar berganlar. Ular Allohning arshi soyasida panch topadilar. Jumladan, adolatli rahbar, yoshligidan Allohga ibodat qilib ulg'aygan yigit, qalbi masjidlarga bog'langan inson, bir-birini Alloh uchun sevgan kishilar, yolg'iz qolganida ham Allohni eslab ko'zidan yosh chiqqan banda va boshqa toifalar. Mashhar maydonida inson kutadi. Kutish juda uzoq davom etadi. Hammaning qalbida bitta savol bo'ladi: hisob-kitob qachon boshlanadi? Shunda insonlar payg'ambarlar huzuriga boradilar. Oxir oqibat Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ulug' shafaat maqomini beradi. Hisob-kitob boshlanadi. Amallar kitoblari tarqatiladi. Tarozilar qo'yiladi. Endi hech kimning amali yashirin bo'lmaydi. Alloh taolo hisob-kitobni boshlashga hukm beradi. Endi har bir inson dunyoda qilgan har bir amali uchun javob beradi. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladi. Kim zarra misqolicha yaxshilik qilgan bo'lsa, uni ko'radi. Kim zarra misqolichalik yomonlik qilgan bo'lsa ham uni ko'radi. Hech biri amal yo'qolmaydi. Aytilgan har bir so'z, qilingan har bir ish, yashirin yoki oshkora bo'lgan har bir amal Allohning huzurida ma'lumdir. So'ng insonlarga amallar kitobi beriladi. Qur'onda marhamat qilinadi. Kimning kitobi o'ng qo'lidan berilsa, u oson hisob qilinadi va xursand holda oilasi oldiga qaytadi. Ammo kitobi chap qo'liga yoki orqa tomonidan berilgan kishi og'ir pushaymon bo'ladi. U dunyoga qaytishni istaydi, lekin endi ortga yo'l bo'lmaydi. Lekin amallar tarozisi qo'yiladi. Alloh taolo mutlaq adolat bilan hukm qiladi. Hech kimga zarracha zulm qilinmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar berganlar. Mu'minlar hisobdan so'ng havzi Kavsarga keladilar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga berilgan ulkan ne'matidir. Uning suvidan ichgan kishi Allohning izni bilan undan keyin hech qachon chanqamaydi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayrim kishilar havzdan uzoqlashtirilishini ham aytganlar. Chunki ular dinni o'zgartirgan yoki Rasulullohning yo'llaridan yuz o'girgan bo'ladilar. Shundan so'ng insonlar Sirot ko'prigidan oldiga keladilar. Sahih hadislarda Sirot jahannam ustiga qurilgan ko'prik ekani bayon qilingan. Uni bosib o'tish insonning iymoni va amallariga bog'liq bo'ladi. Ba'zi mu'minlar chaqmoq tezligida o'tadilar, ba'zilari shamoldek, ba'zilari chopayotgan, ba'zilari yugurib, ba'zilari yurib, ba'zilari esa emaklab o'tadilar. Alloh asrasin. Ayrim kishilar Sirotdan yiqilib jahannamga tushadilar. Bu lahza inson hayotidagi eng hal qiluvchi on bo'ladi. Sirotdan muvaffaqiyatli o'tgan mu'minlar Allohning marhamati bilan jannat sari yo'l oladilar. Qur'oni Karimda jannat haqida shunday marhamat qilinadi. Hech bir jon uchun u yerda ko'zlarni quvontiradigan ne'matlar yashirib qo'yilganini hech kim bilmaydi. Jannatda kasallik bo'lmaydi, qayg'u bo'lmaydi, qarilik bo'lmaydi, o'lim bo'lmaydi.
Eng buyuk ne'mat esa Alloh taoloning roziligi bo'ladi. Ammo iymonimiz holda vafot etgan va Allohga shirk keltirgan kishilar uchun jahannam azobi tayyorlangan. Qur'on bizni qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun nozil qilingan. Qiyomat haqidagi barcha oyatlar va sahih hadislarning maqsadi bizni vahimaga solish emas, ularning maqsadi bizni uyg'otish. Bugun nafas olib turgan ekanmiz, tavba eshigi ochiq. Bugun namoz o'qish imkonimiz bor. Bugun yaxshilik qilish imkonimiz bor. Ertaga bu imkon qoladimi yoki yo'qmi, buni faqat Alloh biladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: dono kishi o'z nafsini hisob-kitob qiladigan va o'limdan keyingi hayot uchun amal qiladigan kishidir. Keling, bugundan boshlab qiyomat kuniga tayyorlanaylik. Namozlarimizni asraylik. Qur'onni hayotimizning yo'l boshchisiga aylantiraylik. Gunohlarimiz uchun chin dildan tavba qilaylik. Chunki eng baxtli inson qiyomat kuni Allohning huzuriga pok iymon bilan boradigan insondir. Alloh taolo barchamizni qiyomat kunining dahshatlaridan o'z panohida saqlasin. Hisob-kitobimizni oson qilsin, bizlarni Sirot ko'prigidan salomat o'tkazsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning havzasidan suv ichishni nasib etsin va barchamizni o'zining cheksiz rahmati bilan jannatul firdavsga kiritsin. Amin. Sizningcha siz qiyomatga tayyormisiz? O'z izohingizni kommentariyada yozib keting va obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Menimcha hali qiyomatga hech kim tayyor emas.